Bu ekip berib gidip qoldi, bir ish olmaganda? Ko'midingmi yuzdagi izni? Birasidan tayoq edimi yo opisdan tayoq edimi? O so'ray desam, ovozsiz qoldim. Voy, buncha cho'ng bo'lib qolgan vaqtda opisdan tayoq yebmi yurmas. Ma'lum tug'anda o'sha. Ma'lumdimki ya bu so'shni. To'lib ma'lumdan tayoq edan bo'pti. Shu qarasammi, shu tayoqni birlikda ko'rganda mana. Sen baqariyalatkis, men baq qarab baqam subin yasalaydigandekmi ya men? Bo'ldi. Qilaman. İşimizni qilaylik. Yo, baq qo'rqadi ekansiz subindan. Yomon qo'rqadi ekansiz. Xudo ko'rishay meni qanday qilmayman. Biroz surishmaydigansizlar? Urushib qolsa, urib ketaman. Bo'lmay qolsa pitdak chiqib o'ttirib o'tirib. Yo'q, ish qilib maqsadga yetimiz deylik onunki. He, fikrim sen nima ish qilib pura olmading deyman. Mushunda vaqtda shu dushmanning olsiz piyoda mangimizmi? Gatchida tashqanga berib, riyatni evalda. Abika subiyda taqobi turib qolsak, yolg'iz qolmaymiz. Kim riyatni tashqiniga deydi? Ko'rmadingmi? Chinshogan ko'tarib opirib qo'yganni. Subikammi yolg'izg'am sanada? Sizanga fikrim vang soladigan bo'l ekansiz, subikam. Qishoni men aytsam subikam deb. O manda tug'nilar uning adimiga qasava. Nədiki vallahi şuna adım bulaq çıxmazsa azar. Bo'ldi, xabarman. Sango onun adım bulaq qanmazsa, shunda olsa ikimiz yomon yaqinlashib ketib qoldik. Sen de misal ansirab qolyapmiz barami? Bo'ldi qilib gap qilsam da berilgansa. Mana bo'ldi tashqan berib biliq ishtabon tepkilar bo'ldi. Anda gaqima ishtada. Sen o'zar shuna dedim hozir. Biz deganda o'zara unda deyishimiz taloqchi bunda desak bo'lmaydi uni. Bo'ldi, xapamag'na akamni deb qo'yibdim. Ha, mana. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, Shipar. Kim sizga mening tug'ilgan kunim dedi? Butun xizmatchilarning arxivi menda tursa, buni so'rash ketamdi. Mushta ish bilan mening faqat xo'sham yo'q. Boshqalar demang-a. Lekin bu zamroqda siz xo'sham yo'q deb o'zingiz bo'yicha ish qilsangiz bo'lmaydi. Bu o'zimning ishi. Qandoq bir taraf qilsam o'zimning ixtiyorlig'lik ish. Nim gap qilib kirgantingiz gapingizni deb darhol chiqding-a. Bo'ldi. Lekin cho'qqim sovg'atimni qabul qilishingiz kerak. Sovg'at aldingiz. Men aldingiz. Voyda qaysi kuni qizlar bilan ko'rishma deb meni oldimga kuchugimni ruxsat so'rab kiryaptidingiz-ku. Qachonqi gapimda ekansiz? Unutib ketdingmi bo'ldi ishlarni? Ma'qul unutib ketay. Unda sizmi men sovg'at berdigan ishni unutib ketib. Chiqasangiz bo'ldi. Bo'ldi chiqasam, lekin cho'qqim sovg'atimni qabul qilishingiz kerak. Boshliqqa deymanmi? Voy. Sovg'at berish qoidaga xilop emas-ku deyman. Voy, ekran chiqdan berib. Magi pons bo'ldi. O'z qo'lim bilan isib qo'yishim kerak. Voy, nima ish qilyapsiz? Men o'z Boshliq. Kechiring, sal bo'ldi. Haras. Tug'ilgan kuningizga yana bir qatim muborak bo'lsin, Shipar. Baxtimizga ko'z tegmasin. Boshliq, men sizga tushuntiray. Xato tushunib qoldingiz. Sovg'at bilan mening faqat aloqam yo'q. Riyod o'zi akiribdi, shu mening munosabatim yo'q. Sizlar jur'at qilgansizlar qildi. Nimalar deb yursiz, ikkimiz jumuluq, biz faqat xizmatdosh. Ha, buni qapamdim. Faqat xizmat ta'sir yetkazmasanlar bo'ldi. O'tiring. Chiroyli suhbatga. Boshqa ishmi yo'q. Lekin men to'g'ri biyak joyga kirib qoldim. Tushunki yig'lajma emas bu. Asli umidga uqtirish kerakdi. Uxlab qoldi. Baxtdan ko'z tegmasin. Sat bo'ldi. Baxtdan ko'z tegmasin. O'zingiz aslidan bo'ldingiz-da. Men sizga dedim, bu ishlar men bilan aloqasi. Xato tushunib qoldingiz deyman. Xabriyat.
Bugungi yig'inimizning asosiy mazmuni yuqorqidek. Hamda tartib shirkatimizning o'rlashtirgan muhim xizmatlaridan birisi bor. Qaranglar qaysinglar? Tuman tushib bozor tekshirish xizmatiga qatnashib qolaysizlar. Almıdыңlarmı? Qaysinglar tuman tushib bozor tekshirish xizmati bilan shug'ullanib boqsizlar. Yaxshi qo'y, Murat. Xurshida. Endi yaxshi. Lekin bu qitim bizningki shirkatning o'rlashtirishi bo'yicha 3 odam tushishi kerak. Yana bir nomzod. Yana qaysinglarning tuman tushib biz onlayn ifodalab boqinglarmi? Bo'ladi. Unda masalaga o'zim bekitib beray. Umid. Boshqa men? Biz xizmatga bu yiqinim emas deb muomala qilmaymiz. Tartib shirkatimiz tashqin guruhimizdagi muhim o'rindan birisi. Tartib ko'larimiz uningdan muhim bir a'zo. Qancha xizmatni olsin cho'qim yaxshi chiqish tirishim. Bo'ladi. Shunga hammalarning to'yga tushganda bozor tekshirish ishlariga astoydil muomala qilishinglarni umid qilaman. Ham xatiranglarga qo'ysanglar bo'laman. Ikkinchi deb o'tish tegishli muhim ish. Bugun bizning xizmat o'rlashtirishimizdan boshqa alohida muhim bir ish bor. Oldi bilan hammalar ko'zinglarni ochinglar. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Rahmat, endi xush qo'ydingizlar. Qizlar bir ish qilgan ishlari bor deymi? Taciz qilib qoldimi? Tozisi. Altı o'zi gap ko'z oldi. Rahmat. Aslan bunda qildi deb o'ylamoqchiman. Biz ashta qilamiz. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。Beni köre köz yok reynatmayla bugün beni izlep durmamoqchi. Men senden so'raysiz bir. Shayda bilan nima ishing? Shayda bilan nima ishing bor edi? O meni qo'shnim. Qo'shnim. Men senden so'ray. Shayda bilan nima ishing bor edi? Ha, uni to'kini o'xshab reynat. Men senden yana bir qitim so'ray. Shayda bilan nima ishing? Uni Wang Mumay biqib cho'ng qilgan. Men Wang Mumayni yaxshi ko'raman. Men senden so'ray. Shayda bilan zodin nima ishing bor deydi? Bo'ldi qilgan reynat. Uni yaxshi ko'rsang, barligi bilan yaxshi ko'rgin. O'tmishini surishtirish bilan emas.
Şeyde bir yaxshi qiz bola. Yaxshi karxanchi, yaxshi terishqchi. Yaxshi go. Yaxshi javob ber. Bo'ldi. To'xta. Bo'ldi Qarinat. Uni so'ysang, meni surishtirma. Meni surishtirsang, uni so'yma. Ben yo'qolib ketdingmi deyman, adash. Yo'qolib ketdingmi deb. O'zing yo'qolib ketgansan. İşlerin bandara. Ha, o'zim badash, ishlarim yaxshi ketib bordi. Lekin shumush haqi bo'zakumsaq bo'ldi. O'zing bilsang-ku. Biraz bo'za qilmaganda adash. Kim bo'ldi adash? Subi shu. Subi? Subi degan ismni anglasam-chi adash. Rostini desam, Nirvan 100 gullardi. Sen tanamsan Subini? Sen qaysi Subin deding bilmadim adash. Lekin bizning bu shirkatga Subi ismlikdan birisi keldi degina. Meni yavatgan inimni tatib qoldi. Bu Subi ismlikdan hammasi adash, işte xums keldi. Bilib qo'yman. Bu nima ismin demay tilla yursil deyman, menda oldi bilan aniqlab qo'yib, qaysi subi olib ketdi, ondan tilmamsizlar deyman. La fikrim yo'qlar, yanga mashqimiz parangiz o'tgan-ku. O'zing bilding juma men gapni. Ya menga fikrim, eli bika sen tilanglab ketsam ya. Kassam ketdim va pushaymon qilib qolma. Tamam. Nimda qildim ayni. Qo'rqda. Ya meni qo'rqdingiz qardash. Subini mada tillab to'xtish kerak. Tillab Tillag'anga ish bitmaydi degina. Urish kerak. To'g'ri. Urish kerak. Yasash kerak. Lekin adash bu ikki Subining qaysini davatqansa, men hech tushunmadim. Adash ismi Subi bo'lsa, urimiz. Yamschi adash. Mening Subiramni boshla. Qanda? Sen men ma'abdim deb mening Subirim deb. Ma'abdim deysan adash. Bizning shirkatga Subini datib. Omo buldu. Biroq biz Masubini adash. Adban Raus bilmasa bo'lmaydi. Yordamchi odam bormi? Bu shirkatdan bir qiz oldi muhabbat qilib olgan degan adash. Nim desam shuni qildim. Aqamda mening siziqimdan chiqmaydi adash. O'ldisam ne o'lib berdim. Oy, ya adash nadin tipatsam işte qizlarni ya. Ya menga biran adash tapama misal deyman. Adash. Başta maaşımız ne qildi? Subin joylaydigan ishni qilib, o'shlar ham qilmoqda. Buldu adash, buldu. Chiqilib beshini bir silab qo'ydigan bo'ldi adash ya. Chatta yo'q-ku. O'shada. Xo'sh adash. Yegin adash. So'yib qoldi ya. Aytaq men yotdim shu. Men izlab kelib qopsiz-ku. Siz bilan biron gaplarni deyishkim yo'q, Nigar. Siz Subi bilan yana ko'rishmoqdingizmi? Yo'q, ko'rishmadim. Muhabbatimdan xabarini olib kelgan o'xshamabsiz. O'chu sizning emas. Undaqda sizning emas, mening demoqchiman. Sizning sizda qizlar bilan yuraman. Undaqda sizda qizlar bilan yurdi ekanda. Men nim bo'pman? Men qandaqkanman? Mana. Mushundaq hech nimaga demaysiz emasmi? Uning bilan mushundaq gap talashib qolib o'g'aytamiz balkim. Bo'pti, burun qishdan degim yo'q degandan qarang. Sizdan bir so'rab baqsam, Nigar. O'sha tuyuqsiz pulni qolib qolgan odamning hammasi sizga o'xshash yo'g'onchi bo'landa. Qaraganda meni tuyuqsiz beyib qoldi deb o'ylab qopsiz-da. Lekin sizdek neredeki tayini şirketning ishini qilib, o'zi Behjon korxonaning boshliqi chaqlab qolgandan men yaxshiga deyman.
oldunuz turibdimi? Sübey bilan ko'rishganimni so'rab qoldingiz-ku. Bundan keyin tuyuqsiz bir qiz paydo bo'lib qoldi. Kipar. Siz bularning hammasini bilasizdan ha? Nima uchun men o'ttiradiganingizni his qilyapsiz-ku deymi? Menma? Men sizni o'ttirmayman. Undaqda qanday beqinga? O qizga nima ish bo'pti? Deb bera olamsiz. O meni Sübey bilan ko'rishdimidi. Navoda men borsam alohida taklif bilan Sübeyning yeniga akirdi desam ishlamsiz. Mana bu bizning ish qilishlik usulimiz şeyda. Siz meni o'zingizga raqib chaqlab vaqtingizni isrof qilmang. Siz men emas, Sübeyning kaynida yuradigan singillarga raqib bo'lolmaysiz. Narasga qilsam sizlarni faqat tushunib bo'lamadim. Chunki siz o'zingizni ziyoda aqlli chaqlab qolgan. Uning ustiga atrofingizda qo'ldan ish kelmaydigan bir non qibla bor. Xato emas-ku? Men nima deyishimni bilmadim bunaqa qilsangiz. Chunki deydigan gapingizning hammasi quruq gap. Shuni siz berib, tayini yo'q pulingiz, kichik shirkatingizga endi ishonmaslik to'g'risida o'zingizga va'da bering. Anandan keyin men bilan birga kelib paranglashqadek tafakkur qilasiz. Ma'qul. Kelar qatim ko'rishamiz Nigor. Bo'ladi. Xo'sh. Yo'q, men sal jiddiylashib qo'yaptim deyman. Qo'rqmana. Qanday bu odam kelmaydi-ku? Hozir keldi deb xabar qilgan. Ham yag'rab turay, to'xshi. Yo'q, o'lib qolmas. O'tdi, to'xshi. Keldi. Keldi. Bismillah, halkın ki gün zamanı. Şaştı acaba?